Oldingi safar biz Ariza 6 Pro bilan 10X solishtirgan edik. Bugun esa Tiggo 7 Pro va Equinox'ni solishtiramiz. Tiggo 7 Pro katta radiator panjarasiga ega, LED optikasi mavjud hamda 360 kamera gradusi bor. Equinox esa biroz klassik uslubda, anchagina ixchamroq dizaynga ega. Xo'sh, sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Yondan qarashi Tiggo 7 Pro uzunroq hamda balandroq ko'rinadi. Bu esa unga premium ko'rinishni beradi. Equinox esa aerodinamikaga ko'proq e'tibor qaratgan, lekin diskalari Tiggo'nikidek ta'sirli emas. Tiggo 7 Pro'da Eko koja bilan jihozlanganicha hamda 12.3 dyuymli displey bor. Eko koja oldi o'rindiqlari periferiyaga ega, bu esa abdul tizimi bor degani. Sizda-chi? Amanda bo'lsa ozgina kichikroq Tiggo'nikidan ekran, lekin juda ham qulay. Materialga keladigan bo'lsa, to'g'ri, biroz oddiyroq, lekin ergonomik jihatdan juda ham sifatli va qulay. Bu mashina 5 ta o'rindiqli oilaviy mashina deb hisoblanadi. Juda komfortga ega. Manda ham xuddi shunaqa 5 o'rinli oilaviy sayohatlar uchun ideal variant. Mana mashina 1.5 turbo dvigatelga ega. Sizniki-chi? Bizaniki ham qolishmaydi. 1.5 turbo dvigatel 147 Watt kuchi. 18-diska balon o'rnatilgan. Zavodskiy chiqadi. Bizda esa 19-disk. Yomon emas. Mashina narxiga keladigan bo'lsak, bu to'y oyida nech pul ekan? Bu qulay to'ychog'imizda taxminan 340 million atrofida. Bizanikidan qolishmaydi ekan. Bizaniki 344 million 900 ming so'm. Garantiyasi bormi? 3 yil garantiya bilan beryapmiz. Yaxshi. Bizaniki 5 yil garantiya hamda 150 ming kilometr. Yana nimadir qo'shib berasizlarmi? Tushunarli. Biz esa metan hamda propan o'rnatib beramiz. Bu esa bepul. Avtomobillarning farqlarini ko'rdinglar. Agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Tanlov esa Sizlardan